Mana hozirgi kunda Denov tadbirkorlik pedagogika institutining davlat tajriba maydonida xorijiy davlatlardan olib keltirilgan manzarali mevali ko'chatlarni ham introduksiya qilish bilan ilmiy ishlarimizni olib bormoqdamiz. Zaytun ko'chati bizda O'zbekistonda Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida ekiladi asosan. Surxondaryo viloyatining Oltinsoy, Muzrabot, Uzun tumanlarida ekilib kelingan. Zaytun ko'chatini ekib yetishtirish, ishlab chiqarishda, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari olishda, yog'-moy zavodlarida ish qayta ishlashda bizda asosan prezident qarorlarimiz ham ijrosi ta'minlanmoqda. Mana zaytun ko'chati bizga asosan foydali xususiyati bu organizm uchun modda almashinuvini yaxshilab beradi. Zaytun moyi. Zaytunning mevasi qayta ishlab, konserva mahsulot ishlab chiqarilib, oziq-ovqat sifatida ham foydalanish mumkin. Mana hozirgi paytda biz mana 2022-yil ekkan ko'chatimiz, mana bu yil 3-yil zaytun ko'chatimiz hosilga kirdi. Oziq-ovqat tanqisligi juda ham ortib ketmoqda. Buni yetishtirishdan maqsad aholini sifatli oziq-ovqat mahsulot bilan ta'minlashdir. Biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida, ya'ni dafna o'simligini yetishtiramiz. Bu asosan dorivor o'simlik hisoblanadi. Ushbu dorivor o'simlikni oziq-ovqat sanoatida ishlatish mumkin. O'zidan yoqimli hid talab qiladi, ya'ni efir moyli ega, xususiyatiga ega. Ushbu o'simlikni biz eksak ham bu o'simlik dorivor o'simlik turiga kiradi hamda butta, ya'ni manzarali ko'chatga ham kiradi. Mengboy Xalmuratov biologiya fanlari nomzodi, biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyalari kafedrasi dotsenti. Biz mana hozir o'quv tajriba uchastkasida turibmiz. Bu yerda lavanda o'simligidan qalamchalar, ya'ni ko'chatchalar tayyorlanyapti. Bu lavanda o'simligining ahamiyati shundan iboratki, parfumeriya sanoatida, atrof ishlab chiqarishda juda xushbo'y hid taratadi. Shuning bilan birgalikda bu amaliy ahamiyati jihatdan ham parfumeriyada ham tibbiyotda ishlatilishi mumkin. Uzun o'rmon xo'jaligi bilan biz hamkorlikda ish olib boryapmiz. O yerdan ko'chatlarni olib keldik. Juda ko'plab ko'chatlar olib tayyorlab qo'yibmiz. Bu ko'chatlardan talabalarimiz bitiruv malakaviy ishlarini, ilmiy ishlarini davom ettiryapti. Tabiiy holda o'sadigan o'simliklardan hozirgi kunda eng yuqori moliyaviy mablag' olib kelishi mumkin bo'lgan ham dorivor, ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan kavrak o'simligi yetishtirilyapti. Ya'ni Ferulla assafaitida deyiladi. Tarkibida olinadigan shirasi nuqtai nazardan hozir eng qimmatbaho o'simlik sanaladi. Olib borilayotgan ilmiy tajribalardan asosiy maqsad Denovda yagona in vitro laboratoriya, biotexnologiya laboratoriyasi bor. O'sha laboratoriya bilan hamkorlikda bizning hududimizda yoki mahalliy sharoitda o'sgan, tashqi muhit omillariga, kasalliklarga chidamli bo'lgan o'simliklarning chidamli va yuqori hosilli navlarini yaratish va mana shu yuqori navli hosilli tashqi kasalliklarga chidamli navlarini chetga chiqarish, ya'ni eksportga yo'lga qo'yish borasida Denovdagi in vitro laboratoriyasi olimlari bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz.